Assalomu alaykum azizlar. Bu mening YouTube'dagi ikkinchi kanalim. Xush kelibsiz. Birinchi kanalim aslida boshida o'zbek tilida yaxshi olib borilayotgan edi. 2000 ga yaqin obunachilarim, 10 mingdan oshiq har bir videoda ko'rishlar statistikasi bo'layotgan edi. Lekin nafaqat jiddiy muammolar, balki u yerga shaxsiy vloglarni ham qo'yishni boshladim. Har xil hayotdagi qiziq lahzalarni va bu tematikasi, u blogimning tematikasi aralash bo'lib ketdi. Ko'proq farzandlarim bilan o'tkazayotgan vaqtlarim bo'lgani uchun butunlay alohida Isma podkast degan kanal ochishga qaror qildim va hozircha bu yerda monolog sifatida o'z fikrlarimni yoritib boraman. Kelajakda albatta ilm ahli bilan intervyular olishga niyat qilib qo'yganman. Shuning uchun obuna bo'ling. Va bugungi mavzuyimni bir ajoyib fikrdan ilhomlangan holda bildirmoqchiman fikrimni. Bu bitta podkast eshitganimdan keyin bo'ldi. Agar u podkastni eshitgan bo'lsangiz, hozir nima haqidaligini aytaman. Izohlarda yozib qoldiring, qaysi podkast haqida gap ketmoqda. Demak, bu butunlay podkast haqida emas, podkastdagi boshlovchining bir gapi menga juda ham ta'sirli bo'ldi va men bu fikrga 100% qo'shilaman. Ya'ni boshlovchi aytdilarki, gumanitar fanlar bu odam qorni to'q bo'lganda o'ylaydigan fanlar-ku degan fikrni bildirdilar va men bunga 100% qo'shilaman va o'sha podkastda o'zimga bir ajoyib so'z boyligimni yoritadigan yangi so'z o'rgandim. O'zbek tilida gumanitar fanlar bashariy fanlar deb nomlanar ekan. Agar bashariy fanlarni kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, basharun bu arabcha so'zdan olingan bo'lib, ya'ni insonlar degan ma'noni anglatadi. Demak, ilohiy desak, bu biz ko'rmas, o'sha bo'lmas, bizga xos emas degan ma'noni anglatsa, bashariy esa buning antonimi, qarama-qarshisi, ya'ni insoniy. Bu fanlarga odatda tilshunoslik, adabiyotshunoslik, falsafa va hokazolar kirib ketadiki, qayerdaki insonlarni ongi, o'ylashi, til o'rganishi, shunga o'xshash fanlar kirib ketadi. Va to'ppa-to'g'ri, misol uchun o'zimni eslaydigan bo'lsam, qachonki men maktab davrimda deylik yoki litsey davrimda universitet tanlayotganda bank ishi va moliya yo'nalishini tanlaganman va bu bilan bankda ishlayman yoki moliya sohasida ishlayman deb birinchi navbatda o'zimni moliyaviy xohishlarimni ustunlik qo'yganman, ya'ni stabillik, oylik bor, mavqe bor va hokazo. Lekin vaqti o'tib hozir salkam 20 yillik hayotiy tajribadan keyin, moliyaviy erkinlikka erishgandan keyin, haligi boshlovchi aytgandek odam qorni to'q bo'lsa, bashariy fanlar haqida o'ylab qolar ekan, ilmiy tadqiqotlar qilishga qiziqar ekan. To'ppa-to'g'ri. Va hozir shu yoshga kelib, yoshim 35 yoshda, moliya, xalqaro menejment va har xil buxgalteriya kurslarini tamomlaganman. Buxgalteriya, moliya, bank sohasida ishlaganman. Lekin 35 yoshga kelib, hozirgi kunda psixologiya, falsafa, lingvistika shu kabi fanlarni chuqur o'rganmoqdaman va kanalimda asosiy maqsad ham shularni yoritib borish inshaalloh. Va shundan keyin kelib chiqqan, demak, maslahatim bo'ldiki, odam uzoqni ko'zlab bilish kerak ekan, faqatgina qornim to'ydi emas. Aslida bu odam psixologiyasi, mashhur Maslow ehtiyojlar piramidasi bor. Birinchi navbatda inson boshpana, o'zini qornini to'ydirish va xavfsizlikni o'ylaydi va piramida bir qancha demak qatlamlardan iborat va eng cho'qqida bu self realization, ya'ni
o'zi kashf qilish, o'zini qobiliyatidan kelib chiqqan holda o'zini individual shaxsiy qiziqishlaridan kelib chiqqan holda hayot kechirish, ya'ni bu o'sha piramidani eng cho'qqisi. Agar siz o'sha cho'qqida bo'lsangiz, demak siz barcha etaplardan o'tib bo'lgansiz, siz o'zingizga to'qsiz, sizda hech qanday xavotir yo'q desak ham bo'ladi. Bu juda katta baxt aslida. Va yoshlarga maslahatim faqatgina hozirgi moliyaviy stabillik, hozirda qornim to'ysin emas, boshida qiyinchilik bilan, lekin uzoqni ko'ra biladigan, jamiyatga hissa qo'shadigan, O'zbekistonda tadqiqot ishlari juda ham kam. Hozir o'rganayotgan sohamda cognitive science, ya'ni kognitiv ilmi. Bizda lingvistikada ilmiy ishlar bor, lekin ko'p emas, lekin inson miyasini o'rganishi, qanday qaror qabul qilishi va hokazolar o'zbek tilida umuman bu haqida ilmiy ishlar mavjud emas. Va balki shunday yoshlarni tarbiya qilishimiz kerak, ular qiziqishini nafaqat aniq fanlarga, hozirda ularga 100% ish ta'minlaydigan, balki bashariy fanlarga ham qiziqtirishimiz kerak. Falsafa, lingvistika, bular uzoq muddatda nafaqat o'ziga, balki butun jamiyatga katta foyda keltiradigan yo'nalishlar hisoblanadi.